Mana endi birodarlar tushunyapsizlarmi, muammo nimada? Muammo iqtisodimizni orqada qolib ketayotgani, muammo ko'chalarimizda changligi, muammo ishni yo'qligi, muammo maoshlarning ozligida emas. Muammo o'lchov tushunchada. Muammo shariatdan uzoqligimizda. Manhajga qaytamiz, taqvoni ushlaymiz, bu muammolar inshaalloh hal bo'ladi. Kim Allohdan taqvo qilsa, Alloh uni u uchun tayyorlab qo'ygan jannatga kiritadi. Alloh siz bilan bizni subulus salamga, salomatlik yo'liga chaqiradi. Siz bilan bizni dorus salom, salomatlik, omonlik hovlisiga, jannatga da'vat qiladi. Uylanayotgan paytda inson juft tanlashda Allohdan taqvo qilsa, taqvo bilan tanlasa, shu ayoli bilan bo'lgan muomalasida salomat bo'ladi. Inson kasb tanlashda, hunar tanlashda Allohdan taqvo qilib, Allohni